Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha va inklyuziv ta'lim metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi Normirzayeva Muhayyo Olimovna bo'laman. Bugun siz bilan ilk qadam milliy o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan hududning tabiiy, geografik va madaniy tarixiy o'ziga xosligini hisobga olgan holda ta'limiy dasturini rejalashtirishni o'rganamiz. Ushbu mashg'ulotning maqsadi ishtirokchilar faoliyat yuritayotgan hudud, mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish bo'lib, bu ilk qadam o'quv dasturini hududiy tarkibiy qismlarni rejalashtirish jarayonidagi birinchi bosqich hisoblanadi. Kutilayotgan natijalar. Ushbu sessiya yakunida ishtirokchilar hududiy tarkibiy qismlarini mustaqil shakllantirish uchun g'oyalarni ishlab chiqish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, ushbu bilim va ko'nikmalar ularga istaklariga ko'ra o'z maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ta'lim dasturini ishlab chiqishda yordam beradi. Biz quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan o'quv dasturini joriy etishimiz kerak. Puxta rejalashtirilgan, bolalarning rivojlanishi va faol ishtirokini rag'batlantiradi. Bolalarning rivojlanish darajasiga mos keladi. Madaniy va til xususiyatlariga mos keladi. Har tomonlama, ya'ni barcha rivojlanish sohalarini qamrab oladi. Barcha bolalarda kutilayotgan natijalarga erishishni ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim dasturini tuzish bo'yicha tavsiyalar. Ta'lim dasturi bu ma'lum bir yosh guruhida ta'lim jarayoni tashkil etiladigan hujjat bo'lib, u maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun davlat o'quv dasturiga asoslanadi va belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlashi lozim. Dastur bu vosita bo'lib, uning yordamida tarbiyachilar, ya'ni mutaxassislar ma'lum yosh guruhida bolalar uchun ta'lim jarayonini tashkil etishning eng maqbul va samarali shakllari, metodlari va usullarini belgilaydilar. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasida erta va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Dastur shuni ko'rsatadiki, pedagog mutaxassis hududning aniq sharoitlari, ta'lim ehtiyojlari hamda bolaning rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda erta va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish talablariga asoslanib, individual pedagogik ta'lim modelini yaratadi. Dastur ikki qismdan iborat, majburiy va maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan shakllantiriladigan qism. Majburiy qism barcha 5 ta ta'lim sohalarini kompleks tarzda amalga oshirishni nazarda tutadi. Ta'lim jarayoni ishtirokchilari tomonidan shakllantiriladigan qism. Dastur 3 ta asosiy bo'limdan iborat. Maqsadli bo'lim. Bu bo'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi. Tushuntirish xati, dastur bo'yicha kutilayotgan, ya'ni rejalashtirilgan natijalar. Mazmuniy bo'lim. Bu bo'lim quyidagilarni ifodalaydi. Dasturning umumiy mazmunini, bolaning har tomonlama, ya'ni to'laqonli shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Tashkiliy qism. Bu bo'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi. Dasturning moddiy texnik ta'minoti tavsifi, metodik materiallar bilan ta'minlanganligi, o'qitish va tarbiyalash vositalari, kun tartibi, shuningdek tadbirlar, bayramlar, rivojlantiruvchi predmet muhitini tashkil etish. Maktabgacha ta'lim dasturini tuzish bo'yicha tavsiyalar. Mazmuniy bo'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bolaning rivojlanishining 5 ta ta'lim sohasi yo'naltirilishiga muvofiq ta'lim faoliyatini tavsifi, ta'lim sohasi vazifalari, ta'lim faoliyatini mazmuni, ta'lim faoliyati natijalari, hududiy,
ya'ni mintaqaviy tarkibiy qismlari, ta'lim faoliyatini amalga oshirishning tarkibiy shakllari, mahalliy kompetentni rejalashtirish haqida batafsil ma'lumotni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim dasturini ishlab chiqish nomli metodik qo'llanmada ko'rsatilgan. O'zbekistonning boy tarixiy, madaniy, tabiiy va an'anaviy xilma-xilligini hisobga olgan holda ilk qadam dasturida hududiy tarkibiy qismlarning mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Bu tarkibiy qismlari ushbu xilma-xillikni bevosita maktabgacha ta'lim dasturida aks ettirish imkonini beradi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, jumladan mehribonlik bolalar uylari kabi turli xil ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, ular alohida maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatadi. Mahalliy darajadagi mavjud katta xilma-xillikni inobatga olgan holda ilk qadam dasturi shu darajadagi ehtiyoj va xususiyatlarni moslashtirish imkonini beradi. Bunday moslashuvning asosiy maqsadi barcha bolalarni qamrab oluvchi inklyuziyani ta'minlash hisoblanadi. Ushbu moslashuv barcha bolalar uchun maktabgacha ta'lim sifatini teng darajada ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan shakllantiriladigan o'quv dasturining hududiy tarkibiy qismlarini rejalashtirish va joriy etish jarayoni. Mutaxassislar fikriga ko'ra, o'quv dasturining hududiy tarkibiy qismini shakllantirish jarayoni rejalashtirilgan va tizimli tashkil etilgan jarayon hisoblanadi. Hududiy shakllantiriladigan tarkibiy qismlar quyidagilarni aks ettirishi kerak. Mahalliy hamjamiyatda yashovchi bolalarning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlarini bilish va tushunish. Shuningdek, mahalliy hamjamiyat va atrof muhitning o'ziga xosligini belgilovchi madaniyat, tabiat, an'analar va boshqa xilma-xilliklarni tushunish. Hududiy tarkibiy qismlarni yaratish hamkorlikda va quyidagilarni ishtirokida amalga oshirilishi kerak. Hududiy tarkibiy qismlar, bunda bolalar, ota-onalar, ya'ni oilalar, mahalliy hamjamiyat, ya'ni mahalla, pedagogik jamoa hisoblanadi. Hududiy tarkibiy qismlarni yaratishda nimalarni hisobga olish kerak? Vaqt, turli guruhlar uchun kun tartibi, makon, ya'ni muhit, samarali tashkil etilgan ta'lim muhiti, materiallar, jismoniy muhit va mavjud resurslar, ota-onalar, mahalliy hamjamiyat, ta'lim jarayoni amalga oshirilayotgan milliy, madaniy va iqlimga oid sharoitlarni, shuningdek, bolalarni yosh xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi. Dastur ushbu jihatlarni bolalarni ta'lim ehtiyojlari, qiziqishlari va motivatsiyasi, oilalar va pedagoglarning xususiyatlarini inobatga olishi kerak. Xususan, u ta'lim faoliyati amalga oshirilayotgan milliy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sharoitlarga mos bo'lishi lozim. Pedagogik jamoa, hududiy tarkibiy qismlar mazmuni va bolalar bilan ishlashi tashkil etish shakllari pedagogik jamoaning imkoniyatlariga mos kelishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, ya'ni shakllangan an'analar. Bu kasbiy faoliyat amaliyotini o'zgartirish va bilimlarni yangilashga qaratilgan intellektual rag'batlantiruvchi faoliyat hisoblanadi. Refleksiya. Lotincha refleksio, orqaga qaytish. Bu shaxsni o'ziga, o'z ongiga, xususan o'z faoliyati natijalariga e'tibor qaratishi hamda ularni qayta anglab chiqish jarayonidir. Zamonaviy pedagogikada refleksiya deganda faoliyat
va uni natijalarini o'zini tahlil qilish tushuniladi. Refleksiya vazifalari pedagogik o'zaro hamkorlik jarayonida refleksiya eng muhim elementlardan biri bo'lib, u barcha ishtirokchilarning rivojlanishi va o'zini rivojlantirishning maksimal samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Refleksiya quyidagi funksiyalarni bajaradi. Diagnostik vazifasi. Pedagogik jarayon ishtirokchilarning rivojlanish darajasini, shuningdek, ularning o'zaro hamkorligi va faollik darajasi aniqlashga qaratilgan. Loyihalash vazifasi faoliyatni loyihalash va modellashtirishga, shuningdek, pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilari o'rtasidagi yaqin hamkorlikka asoslanadi. Tashkiliy vazifasi faoliyatni maksimal darajada samarali tashkil etish, pedagog va bolalar o'rtasida samarali va mahsuldor hamkorlikni ta'minlaydi. Refleksiya turlari. Individual refleksiya pedagogga o'z faoliyatini tahlil qilish va o'z tushunchalari hamda o'qitish amaliyotini qayta ko'rib chiqishga yordam beradi. Guruhiy refleksiya. Guruhdagi refleksiya dialogga asoslanadi, u ijtimoiy aloqalar va hamkorlikni talab qiladi. Bu jarayon o'zaro suhbat va muhokamalarni, hamkasblar tomonidan qo'llab-quvvatlashni, birgalikdagi muhokamalarga vaqt ajratishni hamda boshqalar bilan g'oya va tajriba almashish imkoniyatini nazarda tutadi. Refleksiya jarayoni savollar qo'yish, ma'lumotlar to'plash, sodir bo'layotgan jarayonni tanqidiy tahlil qilish, nimani o'zgartirish mumkinligini aniqlash. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida refleksiya madaniyatini shakllantirish uchun zarur sharoitlar. Ishonch va hamkorlik muhiti, turli nuqtai nazarlarga hurmat, har bir insonni o'z hissasini qo'sha olish imkoniyati, refleksiya va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun vaqt, savollar berish va hatto uning tomonidan qabul qilingan fikr va takliflarni ham shubha ostiga olish jasorati. Maktabgacha ta'lim tashkilotining refleksiya amaliyotiga tayyorligi, murakkab savollarga yagona to'g'ri javob va murakkab muammolarga yagona yechim yo'qligini tan olish. Mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.